Kanada hospitallar to'g'risida kursda o'tmoqchiman. Kecha qizim mazasi bo'lmadi. Uni ERga olib keldik. ERdan bizani hospitalga olishdi. Sick Kids degan. Ichida hamma sharoitlari bor. Bunaqangi texnikalar, nimalarini, qon bosimlarini o'lchagani. Keyin menga joy berishdi alohida. Yegan ovqat bor xolodilnikda. Har doim sut, sok, yogurt bo'ladi ichida, morojniy bor. Kattalar uchun Kanada Dry bor. Bizlarga obed, завтрак ужинda tekin deyishdi. Mana bu menyudan xohlagan ужин tanlab olsa bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan nomerga shuni telefondan telefon qilib zakaz bersa bo'ladi. 1 soat ichida ovqat topib beramiz deyishdi. Mana bu Union Station'ga oldida joylashgan Torontoni markazi, ko'chasi. Va ichida o'zining tualeti bor. Bola bilan qiynalmaslik uchun. Bunaqangi salfetka berishdi. Artish uchun, tozalash uchun. Ichida vannasigacha tualet bor. Tualet ham детский tualet. Narsani endi ko'rishim. Antibiotiklar qo'yishgan qo'lda mana. Bunaqangi shpritsda sekin jo'natib o'tirgandan ko'ra mana shu apparatga ulab qo'yadi. O'zi dozasini belgilab sekin jo'natyapti. Mana bu o'sha qo'yilganiga bir 10 minutcha bo'ldi. Mana bu yerda yana bitta kateter ketyapti. U yerda natriy xlor oddiy. Mana bu yerda temperaturasini o'lchaydi, mana bu yerda davleniya o'lchaydiganlar bor. Immunitetsga mo'ljallangan kichkina. Mana bu yerda temperatura o'lchaydigani. Mana bu kompyuterda nursiz kelib hamma o'zgarishlarni kiritib boradi. Ya'ni sizdan nima bo'ldi, narigi doktor nima dedi, oldingi nurs nima qildi, qaysi dorini berdi, unaqa savolni umuman bermaydi. Shunchaki mana bu yerga kiritadi, o'zining ishini qiladi, chiqib ketadi. Hozir obedni tashlab ketdim. Bu obedlar hammasi tekin. Spagetti. Nima ekan? Chiqsa bu yerda free. Bu yerda chicken soup. Да, chicken soup bo'ldi. Apple juice. Strawberry degandim, strawberry tugabdi shekilli. Ketchup. French fries, noodle. Shularni olib keldi. Hozir qizimni uyg'otib, obedini beraman. Sana ko'targan tushunishlari uchun bu binoyam. Bu binoyam, orqamdagi mana bu binoyam shu больницani ichiga kiradi. Endi mana bu joylar ham shu binoni shu больницani ichiga kiradi. Juda chiroyli bezatgan. Hozir qo'yib keldik. Bitta qoidasi bor ekan. Bitta o'ynalgan o'yinchoqni shuni bu ishga solish kerak ekan. Sizlardan keyin tozalab, yana qaytarib qo'yadi, sterillab. Mommy's patient. She said it doesn't hurt. Hey, Mommy, do you have to be scared of doctors? Kim No. Do you want to open it? Yeah. What is this? This is a very special hospital mask. So this helps give sleepy medicine. Sleepy medicine. Where do you think this goes? Where does it go on the body? It's very squishy. Where do you think it goes? Does it go on your ears? No. Does it go on your eyes? No. Where does it go? This. You're such a good doctor. Can you show me where it goes? Oh. Yeah.
Very good. Can you show me on you? Where does it go? O'zingga ko'rsat, o'zingga ko'rsat. Where does it go? Bundoq. Wow. Больницаdan chiqarishdi va qizimga mana shu dorilarni yozib berishdi. Bu amoxicillin, o'zimizdagi oddiy antibiotik. Bu spazm bo'lmasligi uchun og'riqqa qarshi, bu temperatura bilan og'riqqa qarshi hammasiga Maryamxon Bahriddinova deb yozilgan. Qancha ichish kerakligi ham yozilgan. Bu ham antibiotik. Bundan keyin ichiladigani. Mana bu eng oxirgisi. Buni har kuni kechqurun beryapman. Mana hamma dorilar bizga tekinga tushdi. O'zini asl narxi yozilgan. Mana 948, 20, 24, 20, 27. Hozir biz anaqadamiz. Operatsiyadan oldingi xonadamiz. Maryam yig'lagancha o'yinchoq olib kirib berdi. Rangini o'zgartirsa bo'lar ekan. Hozir pul topib beramiz dedi. Bu televizor bor, xohishga qarab planshetdan beradi. Hozir prosta tayyorgarlik ko'rsatyapti buni. Soat 11:30da operatsiyasi. Where's the makeup? Bu playroom ekan. Operatsiyadan oldingi katta televizor. Ovqatlanish mumkin emas deb yozib qo'ygan. Tekin Wi-Fi. Bu yerda o'yinchoqlar, bunaqangi krayonlar, chizib bo'yagani video gamelar bor ekan. Bunaqangi o'yinchoqlar bor ekan. Bu endi kichkina chaqaloqlar uchun o'tiradigan joy ham bor. That means it's yours, okay? Here we go. You want to watch Nastya? Do the Princess Nastya? Ooh, okay. It's beautiful, right? Yeah, like this. I like it. Okay. It's Bye, Klasan. just the one across the lap, right? Yat. All right. Perfect.